Mana men kasal edim. Женский kasal ko'kragimga tugun chiqargan edi. Matkada kista bor edi, yana mioma bor degan edi. Mana bugun 10-kun keldim Ulug'bek domloga o'qitishga kelib, Allohga behisob shukr. Bu ham bir mo'jiza. Kecha operatsiyaga borsam, vrachlar sizni operatsiya qilmaymiz, sizni ko'kragingizdagi tugun kichkina bo'libdi deb menga javob berib yubordi. Nazoratda turasiz, sizni operatsiya qilmaymiz. Sizga onkologiyadan darak ham yo'q deb meni qaytarib uzatdi. Bachadonimga tushsam uziga, bachadonimdagi kista, miomalar hech qaysisi hammasi yo'qolib ketgan. Allohga behisob shukr. Ulug'bek domlo sababi bilan Alloh menga shifo berdi. Ulug'bek domloga rahmat bildiraman, sizga katta rahmat. Avvalambor Alloh shifo berdi. Sizga sog'lik tilayman, hech qachon kasal bo'lmang. Alloh sizni ham farzandlar, zurriyotlaringizga doim oilangizga tinchlik bersin.